inson omonatdorlik degan sifatini o'zida rivojlantiradi. Hech kim ko'rmayotganda ham Alloh ko'rib turibdi degan ihson degan sifatni o'zida paydo qiladi. Roza orqali mana endi inson sog'lom bo'lishiga aytilgan. Sumu tasihhu degan Nabiy sallallohu alayhi vasallam. Roza tutinglar, sog' yurasizlar. Voy, zo'r dori. Bu faqat sog'likka ehtiyot qilish emas, kasalliklarni davolashlik ham zo'r dori. Ini nech pul deng? Nech pul ketadi roza tutgan? Bitta ukolni palon pul desa shunda dori bo'lar ekan. Yana qarang, shuni ham qilib ko'raylikchi deydi tabibam. Sizga qanaqa rezultat berar ekan deydi. Bitta ukolini palon pulga, bitta tabletkasini palon pulga olib yeydi, ammo rozachi? Hozirgi kunda ham mana zamonaviy tabobat ana shu dorini hadeb sayolmasdan organizmda o'zini o'zi davolashligiga yo'l ber, kamroq ye, roza tut, och qolsang organizming o'zini o'zi davolaydi degan yangi uslubda aytayapti. Nabiy sollallohu alayhi vasallam 1400 yil burun sumu tasihhu deb qo'ygan ekanlar. Roza tutinglar, sog' bo'lasizlar. Ikki og'iz gap. Qarang, arab tilida ikkita. Sumu tasihhu ikkita so'z. Ikkita so'z. Roza tutinglar, sog'lom bo'lasizlar. Yana boyaga aytganimni qaytaraman gapimni. Biz sog' bo'lish uchun roza tutmaymiz.